Chachiratma. Chachiratma. Sekin yur. Suv chachiratma. Sekin yur. Bo'l, davay, biyo. Rais bor. Men velosipedim o'g'irlab ketishdi, yordam bering. Og'zingni sepib chiqib ketadi. Sekin tushunarli qilib gapir, nima bo'ldi? Velosipedimni kimdir o'g'irlab ketibdi, o'shanga topib bering, yordam bering. Bo'ldi, topib beraman. Kim o'g'irlaganini aytaman. Faqat magazinga borasan, bitta gazak simishka olib kelsang aytaman. Bo'ldi, olib kelsan aytasiz. Bor, aytaman deyapman. Bo'ldi, hozir. Mana rais bor. Ya, gazak simishkasi mazada bu. Mazaq chaqasan qo'yag'i. Sen hozir ehson qilding, bildingmi? Qanday? Sen sotib olgan gazak simichkasining daromadidan 1%ni saratonga chalingan bolalarga ajratyapti. Mahalla gazakni mana olib keldim. Kim o'g'irlaganini ayting. Bo'ldi, aytaman. Sen menga gazak olib kelding, men senga aytaman. Seni velosipedingni hisobsiz iplos birovni haqqidan qo'rqmaydigan bola o'g'irlagan. Rais bu yoshligingizda sirkda ishlagan ekansiz. Birorta fokus ko'rsata olasizmi? Albatta bitta fokus ko'rsatib bera olaman. 3 kecha sanasa sizni yo'q qilib qo'ya olaman. Yo'q-e? Ha. 1 2 3. Qanisiz? Hazırlashmayli. Qanisiz? Hey. Keyingi fokusimiz barmoqni yo'q qilib qo'yish fokusi. Mana barmog'im. Hop. Uxdi. Sizda yo'q. Gap yo'q. Keyingi fokusimiz mana Pikachu, ya'ni Pokemon multfilmini ko'rgansiz, to'g'rimi? 1 2 3. Hop. Uxdi. Mana. Toshbaqa qilib bera olasizmi? Toshbaqa suzayotganini ham qilib bera olaman. Mana toshbaqa. Gap yo'q rais bu, zo'r fokusni ekansiz. Endi ko'nglimga yoqadigan narsani paydo qilib qo'ya olasizmi? Qilib qo'ya olaman. 3 kecha sanaga qilib qo'yaman. 1 2 3. 1 2 3. Mana gazak simichkasi, mazaq chaqasi. Oila davrasida, do'stlar davrasida mazaq chaqasi. 1 2 3 kecha sanaga yo'q qilib qo'ya olaman. 1 2 3. Sog' bo'ling. Qaytaring rais bu. Nomon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir, qarab turing. Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tog'im. Uchinchi o'rinda nos tortib trivandom qilyapti. Voy o'ning deyman. Qanisi chiqib, ishlar qiysizman. Buyog'iga ketolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim, yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'ning deyman. O'g'lingiz telefonini olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, telefonni olib kel. Telefon meni telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Adi Brothers'ning qisqa hikoyalarini ko'radi. Nima edi bu? Voy o'g'ling deyman. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. To'poy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim-ku. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti, mo'l qarang, chekyapti.